Qabul qiling'iz kelmaydigan haqiqatdan bir deb beray. Bal dunyoga kelganda ota-onalar kulidiki. Ota-onalar bu dunyodan ayrilgan chaqda balalar yig'laydi. Ota-onalar qon tarbiyalik topgan barliq pullarini balalar uchun ikkilanmasdan xarjlaydi. Lekin balalar ota-onasidan ayrilgandan keyin ota-onasi pul xarjlash isi keladi. Ota-onalarning uyi mangu balalarning uyi bo'la oladi. Lekin balalarning uyi ota-onasining uyi bo'lib qolmaydi. Mayli sirtda balalar qanday holatda bo'lsin, ota-onaning darvozasi mangu balalar uchun ochiq turdi. Bir yolg'iz ana ya bir yolg'iz dada 10 balani chiroyli qo'shib qata qo'sha oladi ekan, chiroyli beqib qata qo'sha oladi ekan. Ammo 10 bala yolg'iz ana ya yolg'iz dadasini beqib olmaydi ekan. Ota-onalarimiz qerib mağdurdan ketganda o'zi tug'ib cho'ng qilgan shu balasining uyiga kirib turib olmaydi ekan. Kirgan taqdirdami ko'z alaytish ve başka ancha-muncha taqitqin muomalalarga uchrashdan saqlanmaydi ki. Bundaq oilada nechilik muhabbat, nechilik illiqlik bor deysiz. Bir odamning ota-onasi tutgan pozitsiyasi kelgusida o'zining taqdirini belgilab qo'ydi. Yaxshilik qilmay deb jafo tortmang. Sirtlardan izlab yurmang. Ishingiz qamlashmagan vaqtida uyingizga beriblam ota-onangizning xizmatini qilsangiz, shularga yaxshilik qilsangiz yetadi. Ular qilgan yaxshiligingiz nihoyat tezlam o'zingizga qaytib kelishi mumkin. Bugun ota-onangizdan ahvol so'radingizmi?